Telefon qo'ymagan menga. Kech qaytaman bugun. Xo'p, voy. Erim qadam tashlash shunaqa yeto bo'lib qolgan oxirgi paytda. Umuman tushunmayapman. Keyin eslab ko'ramiz. Qanaqa bo'larkin? Rasbiri meni tanimaydi. Zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum. Qator tolga edi. Xo'p. Faqat sal pulim kamroq edi. Mayli, amaliymiz. Savob ham kerak odamga. Rahmat. Men roldaman. Telefon qo'ymagin. Qo'yli, xotiningizdan qo'rqmas ekansiz a? Hozir sizga o'xshagan mushuklar kamayib ketyapti. Kuyov bola qattalar. Yo'q-de, katta kvartirada bir o'zim yashash jonga tegib ketdi. Qaniydi sizga o'xshagani bo'lsa? Menga o'xshagani bo'lsa, nima qilardingiz? Mahkam shog'lardim-de, chiqatga qo'yvormas. Sizga qanaqa qilib rahmat aytsam ekan-a? Havo ham isib ketdi. Yuring, xohlasizmi